Assalomu alaykum. Ertalab tomoqli 10 da kelib oldim mana ishga yana. Bugun nima qilamiz endi? Bugun kechagi qolgan ishlarni davom ettiramiz. Shumkasi уже ikkita sloyi bo'ldi. Bo'ldi. Antidajgini singan joyi bor ekan, o'sha asfaltni qo'yishimiz kerak. Eshikni bitta sloyini qilib qo'yibdi bo'ldi. Baraga topsin kechqurun bilan ishlab qilib qo'yishibdi. Estepanya qilyapti mana. Yuvib tayyorlab qo'yilgan pechkalarimiz pashti tayyor bo'lib qopti. Men bittazgina singan joyi bor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz İbo nima bo'lyapti mana bo'yimizmi? To'g'ri. Arada saylash kerak. Ha. Maqarani qo'yib qo'ydi. Chetkimi? Ha. Shunaqa gap endi bugungi majlislar qilamiz.